Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib boradigan podpischilar. Akalar, bugun bizda 2 dona inabala sigirlarimiz sotuvda. Joylashgan adresi Spitamin nohiyasini Kurkat qishlog'ida. Rolikni oxirigacha ko'ringlar. Barcha ma'lumotlarga ega bo'lib, bu sigirni ham, yondagi sigirni ham ma'qul keladigan bo'lsa, qaysi biri shu ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib bemalol sotib olsalaring bo'laveradi. Sizlarga mana ekranda hozir ko'rinib turgan sigirimiz, birinchi balasiga balachasi mana shu navoscha. Mana shu navoscha 10 kunlik navoscha, balasdan tashqari bir ko'z kunga 15 litr sut olishyapti. Yaxshi zo'r zotdor sigir. Bizga suti ko'p kiradigan akalar mana kelib ko'rib bemalol sigirni sotib olsalaring bo'laveradi. Narx navosiga keladigan bo'lsak, 35500 somoni yana savdo bo'ladi. Sigir yaxshi. Sizlarga hozir mana yaxshilab ko'rsatib o'tamiz, sog'ib ham ko'rsatib o'tamiz. Xaridorlar shu ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib, kelib ko'rib bemalol sotib olsalaring bo'laveradi. Mana sigirni mana yaxshilab sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Barodaroniki tojik tomoshalarimiz mana 2 dona ochib go'y furushi torim. Adres Darnohe Spitamin dehe Kurkat qarodora. Shunbo bo'zi mana yakkum asha nishonda olsin. Mana ochib bento mana zo'rash. Yakkum zo'risha bachash buqacha dahruza buqacha. Bag'ayraz bacha yagruzba so'ybosham 15 litr shir giriftos. Narxi navosh boshad 35500 somoni bo'z savdo meshavat. O'zi mana vaqti jushida nishon metin ahlisha bento. Ba'd mana ma'qul boshad nomer hozir ekran buda zangizda bemalol xaridori kardanato mumkin. Obki bir sog'ib ko'rsataylik, keyin ikkinchisini ko'rsatib o'tamiz. Mana sog'ishga qo'yib chotki yuvoshligini ko'ringlar. Mana to'rov yilini ashlaydi, chotki yuvoshligini ko'ringlar. Ma'qul keladigan bo'lsa, shu ko'rsatilgan nomerga telefon qilib sotib olinglar. 15 ta suti bor, ona bala sigir. Teyinboli balachasi navoschi. Mana shu chotni o'zimdan keltiraman. Mana tishini ko'ryapsizlar. Tishi endi 2 ta olib 4-tinchisi chiqqan yo'q. Birinchisi tug'ishligiga mana to'g'ri keladi. Hozir yitalaban ko'rsatamiz, uni ham ko'rib, yaxshi ko'rib sotib olasizlar. Yichov yitalovi. Sigirni mana ko'rib turibsizlar. Vashi moshni chotki zo'r sigir. Mana balachasi navoscha. Birinchi sigirni sizlarga ko'rsatib o'tdim yaxshilar. Bu sotuvdagi ikkinchi nomerli sigirimiz akalar. Bu sigirni 3-balasiga balachasi, bu ham navoscha. Balasdan tashqari 7 litr sut olishyapti. 10 litr sut olishyapti. Ya'ni balasiga 3 litr ketsa 7 litr sut qoladi. Aytilish narxi bu ro'zg'or bob 18700 somoni yana savdo bo'ladi akalar. Ko'ringlar, ma'qul keladigan bo'lsa birinchisini yoki bo'lmasa bunisini sotib olsalaring bo'laveradi. Go'y furushi nomeri du. Inam bachash buqacha, sayim zo'yishba bachash buqacha. Ina bachash dahruza, hafruza shudagi 7 kunlik, 8 kunlik balasi navoscha. Bag'ayraz bacha yagruzba so'yboshan 7 litr shirgiftosiyon. Narxi navosh boshad 8700 somoni bo'z savdo meshavat. Meneton inan go'vi ahli ro'zg'or bob ma'qul boshad. Nomer hozir ekranida bemalol savdo qilib giribdan mumkin o'zi Larovonda boy jo'shida ahlisha shunga bo'z nishon etdi. Mana sizlarga sog'ib ham ko'rsatamiz. Bitta odam soqsa, yuvoshligini, 4 ta yilini ishlashini ko'ringlar. Mana tishini ko'rsalaring bo'ladi. 3-9ga muvaffaqat qiladi. Endi yitalab ham ko'rsatamiz. Yaxshilab yitalab ko'rsataylik. Obki baqa, endi obki. Bo'l.